Roma pushaymon. Eldor Shomurodov Istanbul Başakşehir'da porlab ketdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov joriy mavsum oldidan Romani tark etib, Turkiyaning Istanbul Başakşehir jamoasiga ko'chib o'tganidan keyin haqiqiy ma'noda ochilib ketdi. Ilgari ham mehnatsevarligi va maydondagi kurashuvchanligi bilan ajralib turardi. Ammo Istanbulda u faqat ishchi hujumchi emas, natija beruvchi gol mashinasiga aylandi. Qizig'i shundaki, Eldor o'tgan mavsumning ikkinchi yarmini Claudio Ranieri qo'l ostida ancha yuqori darajada o'tkazganiga qaramay, rimliklar uni qo'ldan chiqardi. Roma rahbariyati o'zbek hujumchisi o'rniga Angliyadan yosh forvard Evan Fergyusonni olib keldi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu qarorning bahosi chiqyapti. Rimda bir tanlov qilindi. Istanbulda esa Shomurodov o'z javobini maydonda beryapti. Roma hayotini doimiy yoritib boradigan ForzaRoma.info sayti ekspertlari bu masalaga alohida to'xtab, rimliklar xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkinligini yozdi. Ularga ko'ra, Roma bu qaroridan yetarlicha afsuslana boshlagan. Bosh murabbiy Gianpiero Gasperini mavsumining eng muhim pallasida Shomurodovning jamoada qolishiga umuman qarshi bo'lmasdi. Eng ta'sirli raqamlar esa hech narsani yashirmaydi. Shomurodov o'z o'rniga kelgan Evan Fergyusondan 5 barobar ko'p gol urmoqda. Turkiya chempionatida u Viktor Osimhen va Mauro Icardi kabi A seriya havosini olgan mashhur yulduzlarni ham ortda qoldirgani qayd etildi. Bugungi kunda Superligada 16 ta gol urib turgan Eldor, agar Romada qolganida qishda kelgan va to'purarlik mahoratini ko'rsatayotgan Daniel Malin bilan juda mos sherik bo'lishi mumkin edi. Fergyuson uchun esa mavsum ancha erta so'nib qolgani aytiladi. Eldor esa aksincha, Turkiya chempionati to'purarlar poygasida jonli kurash olib boryapti va faqat nigeriyalik Paul Onuachudan ortda qolyapti xolos. Shu bilan birga to'purarlar bahsida Shomurodov, Mauro Icardi va Taliscadan 3 ta, Viktor Osimhen va Marco Asensiodan 4 ta golga oldinda borayotgani ta'kidlanadi. Bu esa uning mavsumdagi barqarorligini yanada yorqin ko'rsatadi. Moliyaviy jihatdan ham qiziq. Istanbul Başakşehir rimliklar bilan ijara shartnomasi tuzganda, agar jamoa Superligadagi o'rnini saqlab qolsa, Eldor Shomurodovning transfer huquqini 2,8 million yevro to'lab to'liq sotib olishga kelishgan. Ta'kidlanishicha, bu Roma o'zini ko'rsata olmagan va A seriyada atiga 3 ta gol urgan Evan Fergyuson uchun to'lagan 3 million yevrodan ham arzonroq summa. Eng muhim nuqta, Başakşehir bu mavsum ligada qolish uchun emas, aksincha Yevrokuboklar yo'llanmasi uchun kurashmoqda. Ayni paytda istanbulliklar Turkiya chempionatidagi an'anaviy kuchli klublar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor va Beşiktaşdan keyin 5-o'rinda joylashgan va bu natija Shomurodovning qimmatli gollari hal qiluvchi rol o'ynayotgani ochiq aytilyapti. Shu bois ForzaRoma.info yozishicha, Istanbul Başakşehir endi o'zbek hujumchisini qo'ldan chiqarishni istamaydi. Statistika esa Eldorning mavsumni qanday o'tkazayotganini yanada aniq ko'rsatadi. U joriy mavsumda Istanbul Başakşehir safida barcha turnirlarda 35 ta uchrashuv o'tkazib, 17 ta gol va 5 ta assist qayd etdi. Shu tariqa 30 yoshli futbolchi faoliyatidagi eng sermahsul mavsumni o'tkazmoqda. Bundan tashqari Transfermarkt portali ham Shomurodovning bahosini qayta ko'rib chiqdi. Romada 4 million yevroga tushib qolgan transfer narxi 2026-yilda 7 million yevroga ko'tarildi. Demak, Eldor faqat maydonda emas, bozorda ham qayta qadr topyapti. Qisqasi, bu hikoya oddiy transfer emas. Bir klub yo'q dedi, boshqasi ishonch bildirdi. Natijada Shomurodov o'ziga ishongan joyda porladi. Endi esa hamma savol bitta. Eldor shu sur'atni oxirigacha ushlab, Turkiya to'purarlari poygasida ham nufuzli cho'qqiga chiqib oladimi? Mavsum oxiri juda qiziq bo'ladi.